Assalomu alaykum, hurmatli kuryerlar, yaxshimisizlar? Xo'sh, mana federatsiyaga keldim. Bu federatsiyamizni anaqalari, kabinetlari hozir bizga o'sha yuridik maqom olishga yordam berayotgan joyda. Xo'sh, Shoykrom aka bizni tashkilotimizga asosiy yordam berayotgan inson. Bizani nima desa bo'ladi, orqamizda turib himoya qilib, haq-huquqimizni himoya qiladigan inson va boshqa yana katta mas'ul insonlar bor. Mana shu joylarda xudo xolasa hammamizni kuryerlarni haq-huquqini himoya qilinadigan joy. Mana shu tabarruk nima desa bo'ladi, dargoh. Hali ko'cha tomondan ham videosini qilaman, uni ham sizlarga ko'rsataman. Katta federatsiya, vazirlik, jamoat tashkiloti, nodavlat, notijorat tashkilotlari bo'yicha federatsiya. Ha, endi baribir anaqasi nima desa bo'ladi? Maqomi vazirlik bilan barobarda. Ha, shunaqa. Ana aynan shunaqa. Mana shunaqa xudo xolasa yaxshi niyatlarda boshlab qo'ydik. Sog' salomat bo'linglar, ko'rishguncha. Assalomu alaykum. Xo'sh, mana Mehnat inspeksiyasi. O'zbekiston kasaba uyushmalari mehnat inspeksiyasi, ya'ni mehnatkashlarni haq-huquqini himoya qiladigan tashkilotni zdaniyasi, ichki tomoni katta bir vazirlik tashkilot. Minglab odamlar ishlaydi. Yuzlab, minglab mana shu yerda ishchilarning huquqini himoya qiladigan odamlar, shaxslar, katta bir davlat idorasini boshqaradigan insonlar. Xo'sh, vazirlikning ichida ketyapman, ko'chaga chiqib ketyapman. Gaplashdik, ishlarni hal qildik. Hozir ko'chaga chiqib yana video qilib tashki. Xo'sh, mana O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi. Mana shu vazirlik tashkilotni, mana tashkilot ko'chadagi zdaniyani anaqasi. Skverda. Amir Temur xiyobonida mana shu tashkilot.